Mashhur bo'la olmaganimdan afsuslanardim. 50 yoshgacha omadini kutgan Alla Pugachyova bilan birga o'qigan va shaxsiy hayotida muvaffaqiyatsizlikka uchragan Nozim To'laxo'jayev bolalikdan kino olamiga kirib kelgan Nozim To'laxo'jayevning mashhur san'atkor bo'lishiga, otasi kabi elga tanilishiga hech kim shubha qilmasdi. Ammo omad kishiga turlicha vaziyat va paytda kulib boqadi. Odatda ko'p aktyorlar yosh va navqiron paytda tanilsa, Nozim To'laxo'jayevga bu baxt 50 yoshdan keyin kulib boqqan. Nozim To'laxo'jayev 1951-yilning 4-yanvarida Toshkent shahrida ziyolilar oilasida dunyoga kelgan. Bolalikdan kino syomkalarida ishtirok etsam ham menda aktyor bo'lish ishtiyoqi bo'lmagan. Doim rejissyor bo'laman, zo'r kinolar olaman deb niyat qilardim. 1970-yil Moskvadagi Lunacharsky nomidagi teatr san'ati institutining rejissyorlik fakultetiga o'qishga kirganman. Andrey Koncharov, Yosif Tumanov, Yuriy Lyubimov kabi mashhur ustozlarning qo'lida ta'lim olganman. Bular urush vaqtida Toshkentda yashagan uchun meni xuddi qadrdon insondek qabul qilishgan. Qolaversa, teatr va kino aktrisasi Faina Ranevskaya bilan yaqindan tanish edik. Uyiga tez-tez borardim. Atrofimda faqat buyuk ijodkorlarni ko'rardim. Ular ko'ksimdan yetarmay teatr va kino san'atining alifbosini o'rgatishdan erinishmasdi. O'z ishining ustalari bo'lgan aktyorlar bilan muloqotim aktyorlik qirralarimni ham ochilishiga turtki bo'lgan bo'lsa ajab emas. Aleksandr Abdulov, Alla Pugachyova kabi ijodkorlar bilan birga tahsil olganman. Bir-birimiz bilan do'st bo'lganmiz. Keyinchalik kursdoshlarimning bari mashhur san'atkor darajasiga yetishdi, deydi Nozim To'laxo'jayev. 1975-yili Nozim To'laxo'jayevni Moskvaning Badiiy akademik teatriga ishga taklif etishadi. Ammo negadir aktyor bu imkoniyatdan foydalanishni istamaydi. Nozim To'laxo'jayev uzoq yillar o'zbek animatsiya sohasida faoliyat yuritdi. Albatta, bu bejiz emasdi. Bu sohada uning yetarli tajriba va ko'nikmasi bor edi. Ancha yilgacha rejissyor yordamchisi bo'lib ishlaganman. Yordamchining ixtiyori o'zida bo'lmaydi. Baribir rejissyor bilan maslahatlashishi ko'p hollarda uning aytganini qilish kerak. Kunlarning birida Mult birlashma direktori multfilm suratga olsangchi deb qoldi. Shunchaki o'zimga xon, o'zimga bek bo'lish maqsadida multfilm suratga olishga kirishib ketdim. Ilk ishim Sahrodagi ko'l multfilmim Portugaliyada sovrinlar bilan taqdirlangan. Ammo baribir ishimdan ko'nglim to'lmagan. Rejissyor bilan o'zim film olaman deb niyat qilardim. Ammo paytlari rejissyor bo'lish hasil gap emasdi. O'ylab mayli. Multfilm yo'nalishida yana 1 yil ishlaychi, bu ham tajriba-ku deb yurgan kunlarimning birida 1983-yili rossiyalik multiplikator, rejissyor Winnie Puh multfilmi asoschisi Fyodor Xitruk bilan uchrashib qolganmiz. Unga mustaqil ish qilmoqchiman deganman va u ham hali senga erta deydi deb o'ylaganman. Kutilmaganda mayli, qaysi asarni suratga olmoqchisan deganda shoshib qolib, Ray Bradburyning Yoqimli yomg'ir yog'adi asarini aytganman. Va shu asar asosida ssenariy yozdim, ma'qullandi. Mazkur multfilmim Germaniya, Ispaniya kabi davlatlarda namoyish etilib, qator sovrinlar bilan mukofotlangan. O'sha vaqtda Londondan shahzoda Charles kelganda bizni qabulga chaqirishgan. Tarjimon meni shahzodaga tanishtirganda multfilm haqida iliq fikrlar bildirib, 2 yil London televideniyasida namoyish etilishi uchun multfilmingni sotib oldim degandi, deydi Nozim To'laxo'jayev. Yuqorida aytib o'tganimizdek, aktyor bolaligidan kinolarda suratga tushgan bo'lsa-da, unga omad kulib boqmagan. Rejissyorlik borasida ham o'zini kashf eta olmagan. 2007-yili suratga olingan O'tov esa uni tomoshabinlarga aktyor sifatida tanitdi. Aktyorlikka kirib kelishim ham qiziq bo'lgan. Tog'am Albert Xachaturov Aleksandr Fayenbergning Mening katta akam asarini suratga olayotganda aktyor Murod Rajabov qahramonning ukasini o'ynaydigan aktyor topolmagan. Shunda tog'am meni Moskva teatriga ishga taklif etishgan deganmiding, ko'raylikchi mahoratingni degan. Shu orqali aktyor sifatida ancha yildan so'ng rol o'ynaganman. Ammo rollarimning ko'pi muvaffaqiyatli chiqmagan. 56 yoshda meni kim rolga taklif etadi deb yurgan paytimda Ayub Shahobiddinov kino sinoviga taklif etgan. Men bilan birga juda ko'p aktyorlar sinov topshirgan. Qizig'i boshqalar qolib, rol menga nasib etgan, deydi aktyor Nozim To'laxo'jayev. Filmdagi ota roli ishonarli chiqqan, ammo uning yaratilishi bilan bog'liq qiziq voqea bor. Hayotda anchayin injiq bo'lgan ijodkor ilk kundayoq suratga olish maydonchasini tark etganini kulib eslaydi. Toshkentdayoq Ayubga meni olib xato qilyapsan degandim. Tasvirga olish ishlari Boysunda bo'ladigan bo'ldi. Borsam umuman sharoit yo'q. Shu kuniyoq suratga tushmayman deb Toshkentga qaytib kelganman. Oradan bir oy o'tib Ayub bilan ko'chada uchrashib qoldik. Nega Boysunda emassan? Syomka tugadimi desam, siz filmni suratga olmayman dedi.
Vijdonim qiynalib, ertagayoq Boysunga ketamiz, syomkaga tayyorlan deganman. Film muvaffaqiyat qozondi, shu bilan birga meni xalqqa tanitdi, deydi aktyor Nozim To'laxo'jayev. Yoshligimda aktyor bo'lib tanilmaganimdan xafa bo'lardim, chunki ota-onam farzandining yutuqlarini ko'rsa, chin dildan quvonadi. Afsuski ota-onamga bu baxt nasib etmadi. Otam 1990-yili vafot etdi. Onam otamdan keyin o'nglana olmadi. 1 yil o'tib u ham vafot etdi. Shu haqida ko'p o'ylayman, deydi aktyor. Nozim To'laxo'jayev san'atda o'z o'rnini topdi. Uni ko'plab yosh aktyorlar ustoz deb bilishadi. Afsuski karyera sabab u shaxsiy hayotini yo'lga qo'ya olmagani haqida ko'p gapiradi. Ishni shaxsiy hayotimdan ustun qo'yganim bois balki hozir yolg'izdirman. Sevgi meni chetlab o'tgan deya olmayman. Haqiqiy muhabbatni maktab davrlarimda his qilganman. O'shanda sevgan insonim uchun hamma narsaga tayyor edim, biroq kino meni butunlay o'ziga rom etib oldi. Bir safar uchrashuvga chiqishim kerak edi. Kutilmaganda filmga chaqirib qolishdi. Qizga qo'ng'iroq qilib, bora olmasligimni aytdim va u xafa bo'lib go'shakni qo'ydi. Lekin o'zimni aybdor his qilmaganman, chunki ijod hayotim mazmuni. 1998-yili tadbirda bir qiz bilan tanishib, do'stlashib qolgandik. Uning ota-onasi oila qurishimizga qarshi edi. Oradan vaqt o'tib rozilik bildirishdi, lekin bu rishta uzoqqa bormasligini bilardim. 10 yil birga yashadik. Taqdirimdan norozi emasman. Umrimni san'atga bag'ishlaganman, deydi Nozim To'laxo'jayev. Oilada 2 farzand, uning Muhabbat ismli opasi bor. Otasi O'zbekiston xalq shoiri To'rob To'la, onasi Tamara Xachatur va shifokor bo'lgan. Bolaligimda juda sho'x bo'lganman, hech tinch yurmasdim. Mahallamizda ko'p millat vakillari istiqomat qilishardi. Ular orasida urush vaqtida O'zbekistonga evakuatsiya qilingan mashhur shoir va san'atkorlar ham bor edi. Mashhur rus shoirasi Anna Ahmad va yoniq qo'shnimiz bo'lgan. Bolaligimda sho'x bo'lsam ham kitobga mehrim baland bo'lgan. Hali xat savodim chiqmasdan kitob varaqlashni va o'zimni xuddi uni o'qiyotgandek tutishni yaxshi ko'rardim. Bu holat negadir onamni ko'p tashvishga solardi. Oilamizda ijodkorlar ko'p bo'lsa-da, negadir bolalikdan fazogir bo'lishni orzu qilganman. Balki bunga 1961-yil Yuriy Gagarin fazoga uchgani sabab bo'lgandir. Tog'alarim sen rejissyor bo'lasan deysa, jiddiy qarshilik qilib, fazogir bo'lgim kelyapti derdim. Faqatgina adabiyotdan baholarim a'lo edi. Qolgan fanlarga kirishni ham istamasdim. Darsdan qochishni va tushlikka deb berilgan pullarga chipta olib kino ko'rishni yaxshi ko'rardim. O'sha vaqtlarda Chayka kinoteatrida ishlagan xodimlar meni juda yaxshi eslashsa kerak, deydi Nozim To'laxo'jayev. To'rob To'laning shoir va san'atkor do'stlari nihoyatda ko'p edi. Ular ijodkor xonadonda mehmon bo'lishar, shirin suhbatlar qurishardi. Turgan gapki, bu yosh Nozim To'laxo'jayevning ijodga mehr qo'yishiga sabab bo'lgan. Uyimizga mashhur insonlar juda ko'p kelishgan. Tog'alarim ham o'z davrining mashhur rejissyorlari bo'lishgan. Albert va Edvard Xachaturov desa hamma ijodkorlar tanirdi.